Assalomu alaykum barchaga. Damas avtomobilimizni olib qo'yganmiz. Suvlari qizib, gradus ko'tarilib ketayotgan ekan. Termostatimizni olib bering dedilar. Termostatlarni olgach bir yo'li uni nimaga qizib ketayotgan sababini topdik. Xo'p, bu mashinamiz qizib ketishiga sabab mana pompani kirchatkalari yupqalashib ketgan, ikkita uchta tishi to'kilib ketgan. Yangisi mana bunaqangi holatda bo'ladi. Tishlarini ko'rasizlar, qalongina bo'ladi. Bu nimadan to'kilib ketadi degan savolga o'rtacha antifriz quyiladi, shuni hisobiga to'kilib ketadi. Temirni yevoradi. O'zi probegimiz mana necha ming yurgan ekan? 51528. Xudo xolasa mashina. Bundan tashqari Spark avtomobilimizni ham olib qo'yganmiz. Korobkalarida ovoz bor ekan. Hozir korobkalarni chachamiz. Xudo xolasa ovozini topib, pachinilari bo'ladi ichida, yangilab beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar o'zimizga.